1939-yil. Dunyo texnologik urush yoqasida turibdi. Natsistlar hujumlarini aniq boshqarish uchun Enigma deb nomlangan buzib bo'lmaydigan shifrlash mashinasini ishga tushirishadi. Bu esa ittifoqchi kuchlar oldiga yangi muammo qo'yadi. Vaqt bilan poygada ular iste'dodli matematik Alan Turingga murojaat qilishadi. An'anaviy kod buzish usullari Enigmaga qarshi ojiz edi. Shunda Turing yangi mashina yaratishni o'ylab topadi. Bu tarixdagi birinchi kompyuter edi. U nafaqat kod buzuvchi, balki zamonaviy raqamli dunyoning poydevoriga aylandi. Shu bilan kompyuterlar davri boshlanib, nafaqat urush, balki insoniyat kelajagi ham o'zgardi. Kompyuterlar hayotni osonlashtirishi kerak edi. AQShdagi har 3 ta uy xo'jaligidan biri bunga ishonib kompyuter sotib oldi. Ammo asosiy savol paydo bo'ldi. Agar mashinalar o'ylay olsa, bizga nima bo'ladi? Ba'zi olimlar ishonch bilan aytishdi. Mashinalar albatta o'ylay boshlaydi. 1946-yilga kelib, barcha davlatlar kompyuterlarning kuchini tushundi. Lekin o'sha paytdagi texnologiya, vakuum lampalar, juda katta, noqulay va samarasiz edi. Kompyuterlar hatto butun bir ombor hajmida bo'lishi mumkin edi. 1947-yilda fizik William Shockley yangi yechimni taklif qildi. Yarim o'tkazgich, semikonduktor. Bu modda elektrni ham o'tkazishi, ham to'sishi mumkin edi. Shu asosda tranzistor yaratildi. Bu texnologiyani butunlay o'zgartirib yubordi. 1950-yilda Alan Turing Imitation Game Turing testini taklif qildi. Bu test mashina inson kabi fikrlay oladimi yoki yo'qligini aniqlash uchun yaratilgan edi. Bu esa sun'iy intellekt haqidagi savollarni yanada chuqurlashtirdi. 1950-yillarda Marvin Minsky ilk neyron tarmoqni yaratdi. Bu sun'iy intellektning poydevoriga aylandi. 1960-yillarda tranzistorlar keng tarqaldi. Fairchild Semiconductor kabi kompaniyalar texnologiyani rivojlantirdi. Keyinchalik integral sxema, integrated circuit yaratilishi kompyuterlarni yanada kichraytirib, kuchaytirdi. 1966-yilda Joseph Weizenbaum Eliza nomli birinchi chatbotni yaratdi. U odam bilan suhbatlashgandek taassurot qoldirardi. Bu sun'iy idrokning kuchini ko'rsatdi. 1971-yilda Intel birinchi mikroprotsessorni yaratdi. Bu kompyuterlarni kichraytirib, bir stolga sig'dirdi. 1986-yilda Jeffrey Hinton backpropagation algoritmini ishlab chiqdi. Bu mashinalarga xatolardan o'rganishni o'rgatdi va zamonaviy sun'iy idrok asosiga aylandi. 1997-yilda IBM yaratgan Deep Blue kompyuteri shaxmat bo'yicha jahon chempionini yengdi. Bu sun'iy idrok kuchini yana bir bor isbotladi. 2000-yillarda Google, Amazon va Facebook kabi kompaniyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni Big Data yig'ishni boshladi. Bu esa sun'iy idrok rivojini tezlashtirdi. 2012-yilda Hinton va uning shogirdlari yaratgan model sun'iy idrok tarixidagi katta portlash bo'ldi. Shu paytdan boshlab sun'iy idrok juda tez rivojlana boshladi. Keyinchalik Nvidia AI uchun kuchli chiplar ishlab chiqib, bozorni egalladi. Google esa ilg'or algoritmlar ustida ishladi. 2015-yilda OpenAI tashkil etildi. 2022-yilda ular ChatGPTni chiqardi va u tarixdagi eng tez ommalashgan ilovalardan biriga aylandi. Bugungi kunda sun'iy idrok sanoatiga milliardlab dollar sarmoya kiritilmoqda. Bu texnologiya kelajakni qanday o'zgartirishi esa hali ham noma'lum. AI qanday paydo bo'lganini bilib oldingiz, lekin bu faqat boshlanishi. Agar siz sun'iy intellekt orqali tayyorlangan kontentlarni faqat tomosha qiladigan emas, undan foydalanadigan inson bo'lishni istasangiz, hoziroq Kasb markazi YouTube sahifasiga obuna bo'ling. Videoga like bosib qo'ying va izohlarda AI o'rganaman deb yozib qoldiring.